Bu Minecraft'dagi eng kuchli qurollar va men bugun sizlarga mana shu qurollar ishlatishni o'rgataman. Ha, bu biznes orqali mana shunday ajoyib holatlar qilish mumkin. Vaqtida suvli paket yoki go'lim 100 ta jonivor go'lini bitta udarda shuncha jonni olish mumkin. Judayam kuchli. Ularni sehrlashdan esa mana bunday narsalar kerak bo'ladi. Hozir o'zingiz ko'ryapsiz: fire protection, mending, lunge degan yangi effekt va sharpness va unbreaking. Zirmasiga keladigan bo'lsak, fire aspect, sharpness bo'lmasagan, unbreaking, mending, wind boost degan. Bunaqa sehrlar keladi. Judayam kuchli sehrlar bular. Va sharpness o'rniga aslida density 5 qo'shilar ekan. Sharpness o'rniga agar siz spiral orqali otni minib olsangiz, jon ancha kuchayadi va ajoyib bo'ladi. Men hozir jildab o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Ha, bu judayam oson. Men o'rganib oldim spiral mace'ni. Agar siz mana bunday qilsangiz, hozir bu ancha joyga yetavergan darajada kuch bor. Ko'rdingizmi? Bu ancha vaqt ketadi. Bu spiral launch effekti orqali siz parkour qilishingiz ham mumkin. Men yana bir marta sinab ko'rmoqchiman. Yarimtajon. Alo. Bu va'dani xohlash kompaniyasimi? Ha, bu va'dani xohlash kompaniyasi. Siz qanday qilib uni xohlamoqchisiz? Bu mace bilan xohlasam bo'ladimi yo spiral bilan xohlayam yaxshiroq? Maslahatim mace bilan osonroq bo'ladi. Puli esa atiga 1 million so'm xolos. 1 million menga nima deb o'ylayapsizlar? Meni 1 million menga hech nima emas. Boyvachcha deyishadi-ku kaminani. 100 ming so'm, 10 ming so'mlardan ming so'm tiqilib yotibdi menga. Bunaqa boyvachcha emas. Mana va'dani xohlash vaqti ham keldi. Homiylar, agar sizlarga shu video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar. Bu va'dani xohlash menga nimagadir yoqib qoldi. Juda ham oson bo'lar ekan.